Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Bugungi yoshlar festivalining ishtirokchilari, Kattaqo'rg'on kutubxona markazining barcha ijodiy xodimlari. Bugungi bayram barchangizga muborak bo'lsin. Demak, bayram munosabati bilan bugun biz bir ajoyib mushoira o'tkazmoqchimiz. Yosh ijodkorlarni taklif qilganmiz, ular ham yetib keladi albatta. Mushoiradan avval bitta tadbirimizni o'tkazib olaylik. Oramizda iste'dodli shoiramiz, bir necha she'riy to'plamlar muallifi, filolog mutaxassisiga ega bo'lgan ajoyib inson Adolat opa Rahmatova o'tiribdi. Adolat opa yaqinda Do'rmon ijodkorlar klubining a'zoligiga qabul qilindi. O'sha haqidagi hujjatni bugun mamnuniyat bilan o'zlariga topshiramiz. Muborak bo'lsin opa. Bundan keyin sizni Do'rmon ijodkorlar uyida katta shoirlar davrasida ko'ramiz va bundan biz xursandmiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat.